skinlar $4 ham olsa bo'lar ekan bu yerda. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga ham shunaqa skinlarni sotish va qanday qilib ulardan arzonroq olish yo'llarini bilmay turganlar uchun aynan shu videorolik aynan sizlarga. Chunki men ham o'zim ko'p video YouTube'larda qidirib ko'rdim, qanday qilib skinlarni sotsa bo'ladi, qanday qilib o'zim clash tushirgandan keyin qanday sotsam bo'ladi, uni qanaqa yo'llari bor. Telegram adminlarga yozib ko'rdim, har xillar yozib ko'rdim. Kimdir boshqacha narx aytadi, kimdir 60 ming, 70 ming narx aytadi. Men sizlarga hozir buni birgalikda qanday qilib o'zimizni to'g'ri kiritamizda hech qanday boshqa to'lovlarsiz, boshqa adminlar o'rtaga turmasdan boshqa to'lovlarsiz to'g'ri shotimizga tushishni sizlarga o'rgataman. Xo'p, albatta buning uchun bizga ks.money sayti kerak bo'ladi. Bir yozadigan bo'lsanglar ks.money deb yoziladi shunaqa. Shu saytga kiramiz. Bu yerda через qanday qilib kirishni bilmasanglar, albatta wait через Steam deb yozib qo'ygan o'ng tarafda. Steam orqali kiramiz u yerda akkauntimizga. Agar steamcommunity.com dan oldin kirgan bo'lsangiz, shu brauzer orqali shunday tasdiqlashaveradi akkauntimizga kirishni. Kiramiz. Xo'p, kirganimizdan so'ng mana shu oyna ochiladi do'stlar. Bu yerda chap tarafda bu hozirgi birinchi oyna admin bo'limi, ya'ni qaysini almashtirasan, tanlab turib almashtirsa bo'ladi, admin qilsa bo'ladi. Agar pullarimiz to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol bu skinimizni bunga admin qilib tanlab admin qilsa bo'ladi. Lekin bizga hozir kerakli albatta sotish, qanday sotish kerakligini tezroq sotishni yo'lini sizlarga mana bunday ko'rsataman. Bыстрее продажа bo'limiga kiramiz. Bыстрее продажа bo'limiga kirganimizdan so'ng mana shu eng bizga yaroq sotishga yaroqlilari ko'rsatilyapti mana bu yerda, qaysilarini sotsak bo'ladi. Xo'p, mana sizlarga ko'rinyapti. Shu asosiy 3, 6, 7 tamiz ko'rinyapti. Va bu yerda buni ko'rsatyapti sizlarga. Вывод стресса через 8 дней после продажи deyapti. Ya'ni 8 kundan keyin уже sot bepul ilojlar bo'ladi deyapti. Prямо to'g'ridan-to'g'ri sразу shotinglarga tushadi. Xo'p, bu yerda sotiladigan qaysi birini sotsak, bu yerda hammasi o'ziga kerakligi. Qaysi birini sotsak bo'ladi? Deagle sotib ko'raylik. Kelar Deagle'ga sotamiz ham. Deagle'ni sotamiz. Xo'p, mana shu oyna ochadi. Принимайте обмен только этой кнопкой deydi. Shuni bosamiz va bizga Steamga jo'nataveradi. To'g'ri-to'g'ri trade bo'limiga jo'natadi. Mana shu trade bo'limi. Endi bu yerda qiladigan ishimiz nima deysizlar? Albatta bu yerda admin qilsanglar bo'ladi. Принять admin, ya'ni bu yerda mana подтвердить adminni tanlaymiz. Da это подарок deb bosamiz. Qo'rqmasdan bossanglar bo'ladi, chunki bu ishonchli. Va принять adminni bosamiz. Bu yerda yozib qo'yapti, sizlar shu mobilimda bor, men telefon mobilimda bor. Sizlar telefon uyda bo'lsa, telefonlarga tasdiqlashni подтверждение bo'limida keladi. Ishdan tasdiqlab qo'yishlar kerak bo'ladi, mana shunday. Hozir men telefonni mana bu yerda rasmini chiqarib qo'yaman yonboshda. Mana shunaqa rasmni chiqarasizlarda, bu yerdan подтвердить-ni bosamiz. Подтвердить-ni bosganimizdan so'ng bo'ldi, bizda chiqib ketamiz. Bundan chiqib ketganimizdan so'ng ikkisini bosib turib, уже bu yerda все готов для завершения обмена deyapti. Hammasi tayyor bizda. Bu yerdan telefonni tasdiqlab qo'ydik. Telefonlardan bo'lsa bu yerda через o'zidan-o'zi bo'lib ketadi. Xo'p, endi bu yerdan bemalol X qilib chiqib ketsak ham bo'laveradi. Bo'ldi, bu yerda bizda stilkaza уже sotuvga qo'yildi bu narsa. O'zi avtomatik 8 kun shotinglarga kelib tushadi. Sotilmagan taqdirda ham shu kesmoniyda o'zi sizga shotinglarga asosiy pul tashlab beradi, o'zlari sotib bu yerda pulni chiqarib oladi. Yoki to'g'ri sizlarga o'zi sotib oladi. Bo'ldi, bizda 0.011 sent bo'ldi. Endi qayerdan ko'rib turaman desanglar, продажа bo'limiga o'tadigan bo'lsanglar, uzr. Вывод средств bo'limiga o'tadigan bo'lsanglar, mana bu yerda средства ожидания kutilyapti. 0.10 bugun masalan 12-fevralda qo'ydikmi, endi keyingi yana 8 kunlik kutamiz uni. 8 kun bo'lmasa 20-kuni bemalol pulimizni yechib olsak bo'ladi 20-fevralda. Shunaqa 8 kun kutamiz. 8 kun kutganimizdan so'ng mana bu yerda pulimiz 0.0 bu yerdagi shot bu yerga o'tib qoladi. Va undan keyingi ishimiz viza karta. Mana bu yerda sizlarda shu bu yerda sizlar tasdiqlashda uchun mana bu yerda yozuv chiqadi mana bu joyda. Buni videosini hozir qo'yib beraman, qanday qilganimni va qanday qilib buni shotimga yechganimni keyingi videoda sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana hop, oldinga shu ko'rsatgan hisobim $30 hisobimda bor. Endi qiladigan ishim viza kartamizdan chiqarishimiz kerak bo'ladi va bu yerda для вывода средств необходимо keysga kiramiz.
Kirganimizdan so'ng bu yerda o'qib chiqishimiz mumkin. Tezlashtirish uchun uni tanlasanglar kerak deyapti. Bizga buni shart emas. Keyin sразу maqsadga o'tamiz. Начать verifikatsiyaga bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bo'syapmiz hozir. ID karta bo'lsa ID karta yoki pasport bo'lsa pasportingizni tanlaysizlar. Menda pasport bo'lgani uchun pasport tanlab turib продолжить bosaman. Bu yerda O'zbekiston tanlab oldim. Продолжить bosib, bu yerdan pasportimni yuklayman. Hozir bu yerdan tanlab turib, pasportingizning old raqam qismini joylashishlar kerak bo'ladi. Old taraf. Biz загрузить dokumentdan bosdim. Загрузить dokument bosib turib, bu yerda o'sha o'zimning pasport rasmimni olib turib, tanlab turib yuklaymiz. Bo'ldi. Bu yerda yuklab продолжить bosamiz. Endi bizdan yuzimizni Face ID orqali chiqib ketamiz. Yuzimizni Face ID orqali ro'yxatdan o'tishimizni so'rashyapti. Yuzimizni mana bunday tarzda Face ID qilib o'tishimizni so'rayapti. Bu yerda kameramni o'chirib turaman. Chunki bu yerda sizlarga ko'rinishi kerak bo'ladi. Dasturni yoqamiz. Tuvaletimiz yuzimni aylantirib turib, bunaqasiga aylantiryapman. Xo'p. Tekshiryapti. Tomonga. Ozgina kutamiz va ma'lumotlarimiz yuborildi va bu yerda tekshiryapti. Birozgina kutamiz va bo'ldi. Bizda profilimiz verifikatsiya bo'ldi. Ya'ni tekshirildi profilimiz, tasdiqlandi. Shu o'zimiz ekanimiz. Va endi qiladigan ishimiz bu yerda mana shu summa, bu yerda boshqa narsa kerak emas. Работать boshqa narsalarni bosishlar shart emas. Endi asosiy qiladigan ishimiz narxlar, pulimizni ko'rdik, hisobimizni tekshirib oldik bir qator. Endi summamizni, asosiy chiqargan summamizni yozamiz. 30.45 kiritamiz va bu yerda komissiyalar bilan 2879 hisobimga tushadi deyapti. E'tibor beringlar. Va VSTni bossak bo'ladi. O'zingizga karta kiramiz va VSTni bossak o'zi yangilanadi. Biz yangi sahifaga kiritadi. Bu yerda karta raqamimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Xohlaysizlar Uzun bankda karta raqamini kiritsanglar bo'ladi. Xohlasanglar Mastercardlarda ham kartalarni kiritsanglar bo'ladi. Xohlagan Visa kartalarda raqamni kiritsanglar bo'ladi. Mana bu yerda bo'ldi. Barcha ma'lumotlar kirib turib, asosiy ism familiyamizni kiritib qo'yamiz bu yerga. Ism familiyamizni yozib to'liq plastikimizga yozganimiz yozamiz va confirmni bitta bosamiz. Ozgina kutiladi. Va bo'ldi. Bizda mana shu bizning chekimiz pul tushganligi haqida, albatta bu ekraningizni bu yoniga ham chiqarib qo'yishim mumkin. Xohlasanglar chiqarib qo'yaman. Pul tushganligi haqida Telegram kanalimda ham o'tsanglar, Telegram kanalimda ham bor. Shularni chiqarib qo'yganman. Bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Va menyuga, asosiy menyuga o'tadigan bo'lsak, X qilib qaytamiz. Bo'ldi, bizda pulimiz 0, yechib oldik. Tayyor. Xo'p, do'stlar, mana shunday qilib ko'rganingizdek, men o'zim pullarni yechib, hammasini chiqarib oldim. Agar ishonmaydiganlar bu uchun ham mana bu yerda istoriya bo'limida sizlar uchun ko'rsatib beraman. Mana bu yerda men sotganman. Kalashimni mana bu yerda pistolетlarim ham bor. AWP'ni sotganman, kalash sotganman va bu yerda pullarni chiqarganman. Mana bu yerda pullar hamma yo'llargacha bor. Mana hozirga qo'yganlarimiz mana bular turibdi. Shunday qilib bemalol sotsanglar, olsanglar bo'ladi. Agar sizlarga ham shunaqa narsalar qiziq bo'lsa, yana boshqacha mavzular kerak bo'lsa, albatta kommentariyga yozib qoldiringlar. Men sizlarni kutaman. Yana bir konkursni esdan chiqarmanglar. Kommentariyada eng ko'p like yiqqan insonga bitta orужиеga skin sovg'a qilamiz. Videoda aktiv bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.